Menimcha aziz sani aldab olishgan u. Bu jenski bu. Meniki emas bu. Xullas, dacha $50 tushdi. Shuna pul to'laymiz, chiqib ketamiz. Hozir Husnidan kelsa, pulim yo'q deydigan bo'lsa, biz to'layveramiz, qo'shib turamiz laqamalaring. Puli bo'lsa boradi, bo'lmasa bormaydi. Okay. Bir kun bizda, bir kun unda pul bo'ladi. Olib keta qolaylik o'zimiz bilan. Pul qo'lga kiriyu. Qachondan? 6 yildan beri shunaqa berib turyapmiz. 6 yil. Nima muammo? O'zim to'layveraman, olib keta qolaylik. Pulingiz ko'p tezda. Ko'chadan supurib olsangiz pulni. Hech kim bermaydi. Puli bo'lsa bordi, bo'lmasa yo'q. Ana kelyapti o'zi, ana kelyapti. Yo'q, jiganim. Yaxshimisan? Akajonim. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tadnoyim. Alaysan, yaxshimisanlar? Nima gaplar? Qara bolalar bilan toy ketyapmiz. $50 dan tushyapti. Nima qilasan? Bilasan-ku, menda ozgina puldan muammo, bormay qo'yaveraman. O'rta o'zim to'layverardim, endi har safar to'layverish g'alati-da, to'g'risi. Gap yo'q, haqiqiy do'stlar deysizlar. Pul qo'lga kirdi, bir kun sanda, bir kun bunda. Unaqa bo'lmalaring. O'zim to'layveraman, yur. Yaxshiyam akam bu. Itdan pasla ketdik. Bitta qizlar.